Rata tuman Suvli mahallasining Modvat qishlog'ida turibmiz. Biz aholi bilan ichimlik suvidan hayotda qiynalib, mana murojaatimizni inobatga olib, Xitoy texnologiyasini olib kelib, mana hozir burg'ulash ishlari olib borilyapti. Mana bugun Modvat qishlog'imizga obodonchilik bo'ldi. Mana suv kelib kavlatilyapti. Mana prezidentimizning qancha chiqargan qarorlari amalga oshirilib, mana shu prezidentning qarorlari amalga oshganligi sababli kelib mana suvlar kavlanib, Modvat xalqimizga 400 xo'jalikqa suv chiqib, obodonchilik bo'ldi. Prezidentga rahmat. Doim xonadonlarda shunday yaxshi kunlar, fayzli, barakali, omonli onlar to'ylar yaxshi kunlar bo'laversin. Shu bilan to'y hisobi. Alloh hammani yaxshi kunga shunday obodonchilikqa, seroflikqa yetkazsin. Boshimizga rahmat. Eng chekka hududlarda mana shunday qilib obodlik uchun xizmat qilyapsiz. Avvalambor mana shuncha xalq kelibdi, mana bizlarni hurmat qilib kelganlariga katta rahmat. Prezidentimizga katta rahmat. Suv bilan, ichimlik suv bilan ta'minlayapti hamma nuqtalar. Eng chekka qishloq O'zbekistonda bittasi biz. Mana shu yerga ham tarmoqlarni hammasini olib keldilar. Bir kunda ichida shuncha suvlarimizga chiqarib berdi. Asrlar davomida orzu qilib kelingan mana suv amalga oshdi. Juda katta narsa bu. Endi mana shu mustaqilligimizning sharofati, tinchligimizning sharofati bu hammasi. Albatta bularning hammasiga juda katta rahmat, hammasiga. Yaxshi yangi islohotlarning bu natijasi. Mana endi ichimlik suvga ham yo'q edi, ichimlik suvini kelgani o'zi katta narsa bizga. Hammasiga, viloyat hokimligiga, tuman hokimimizga asosan juda katta rahmat. Biz bilan kelib birga boshda turibdi. Shu vaqtgacha oxirigacha turdi. Rahmat, baraka topsin hammasiga. Suv oqova suvlar rahbarlari kelib mana mahallamizning raisi shu kecha kuni yotib shuda shuhrat. Baraka topsin hammasi ham bolalariga boshqa 2 kun vaqt saodatini ko'rsin, bolalarning rohatini ko'rsin. Mana suv olib kelgan yo'lda ovozingiz deydi. Suvda serob bo'lsin hammasi. Hammalaringizga Xudo umringizni va sog'lig'ingizni bersin. Rahmat, baraka topsin. Kerakli ishlatamiz, qolganini yopib qo'yamiz. Ko'rgan hammamiz qo'rsak. Bizning mahallamizda bir necha kundan beri bayram desam bo'ladi, katta xursandchilik. Buning sababi nima? Buning sababi yillar davomida ko'p vaqtlardan beri yechim topmay kelayotgan ichimlik suv muammosi edi. Ana shu ichimlik suv muammosi yechilmoqda. Albatta bu muammolarni yechishda, hal bo'lishida davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimizning sa'y harakatlari, islohotlarning qishloqlarga yetib kelishi, shu islohotlarni joylarda amalga oshirishda ichimlik suv bizga juda muammo edi yillar davomida. Birdan bir orzumuz shu edi. Mana bugungi kunga kelib shu o'z yechimini topmoqda. Butun qishloqlarimiz hammasi xursand. Hattoki yosh bolalarimiz ham xursand. Xuddi bayram kayfiyatida yuribmiz hozir.
Shu gavlagan quduqlarimiz ter suv bo'lsin. Biz hammamiz shundan bahramand bo'laylik. Nabiralarimiz ichi huzur qilsin. Quchoqlarimiz obod bo'lsin. Daraxtlar ekib, quchoqlarimizni obod qilishda shu suvlardan foydalanaylik.